Svetarayani sortlarimiz. Buni hosilda qarang. Har bittasidan 40 kilo, 50 kilo boradi. Kalibrlari ham yirik. Bir donasidan 5 million, 6 millionlik o'z hosilidan daromad qilinyapti mana shu bog'dan. Bir dona ko'chatdan. Mana orasini ham 2 metrga qilib ekilgan mana. 2 ga 4. 2 ga 4. Hosildorligini qarang. Juda yirik. Svetarayani. Nimaga Svetarayani eng zo'ri? Sababi Svetarayani nima bo'ladi? Qattiq bo'ladi. Chet elga eksportga mazasi, shirinligi turgan sari kattalashib boraveradi. Bu tepagacha qilgan mana. Voy. Mana. Dehqonga baraka bersin. Bir-biriga qiyishib ketibdi mana. Mana. Eng qizig'i ko'p qilgani bilan mayda qilib qo'ymagan. Bir xilda boqib bergan mana Svetarayani. O'zini changlatadi-da bu chunki.